Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Hammalarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Uyg'urcha Sham grafik darsiga xush kelibsizlar. Bugun 5-dars, ya'ni ekonomik kalendar to'g'riliq azroq bir so'zday, ya'ni iqtisodiy kalendarlarni o'sha iqtisodga munosabatli bo'lgan. Asosli hisobda bu darsni ishlab qilishga bu ekonomik kalendarni so'zlashimga sabab bo'lgani bugun ya'ni taxminan hozir 2 soat o'tdi, dal 2 soatdan avval dal 2 soat avval mana bu Amerikaninki g'ayriy yezilik ishlab chiqarish sonliq ko'rsatkichi e'lon qilindi. Bu normalda har oyda bir qatim e'lon qilingan uchurlar hisobda. Bu 3 qonliq uchur bo'lib, şu iqtisodiy uchurlar, dunyolik iqtisodiy uchurlarning ichida eng kuchli uchur bu hisobda. Bütün pullarning hammasiga ta'sir ko'rsatadi, chunki bu Amerika dollari xalqaro bütün elish berish, savdo settiqlarining hammasida asosli qilqi pul bo'lganligi uchun, dunyoda hamiyat ishlatilgan pul bo'lganligi uchun shunga bu g'ayrizilikki şu Amerikaning dollariga eng chong ta'sir ko'rsatgan bu uchur, shuning bilan bütün pullarning hammasiga ta'sir ko'rsatadi bu sababdan. Endi gapni qisqartirib, bu uchur bizning vaqtimiz mush Germaniya vaqti, Berlin vaqti taxminan, ya'ni Berlin vaqti 2:30 da chiqdi. 3dan keyin soat 2:30. Biz bozorga bir qaraylik. Qaragan bo'lsak, hozir misol yevroninki, dollarninki, Amerika dollarining Yaponiyaning nisbatan yarim soatlik grafiki qaragan bo'lsak, bunda bozor mana bu soat 3:20. Bizda men degan jadvalda 2:20 ti vaqti. Ama mening brokerning vaqti mening o'zimning vaqtidan 1 soat boldur menayotgan bo'lganligi uchun normal mening vaqtim 2:20 bo'lgan vaqt, bu brokerda 3:20 bo'lgan vaqt to'g'ri keldi. Misal hozir bizda hozir 4:20 bo'ldi, 3dan keyin soat amamiyat 5:20 deb chiqadi. Shuningdan bila olamizki, demak biz miyadni 3:20 degan vaqtni qarashimiz kerak. Ya'ni 15:20. Bu bo'lsin mana uzun bir tal yeshil sham o'zi shu vaqtni o'zida shu uchurning sababidan chiqdi. Ya'ni shu vaqtni o'zida 43 nuqta atrofida o'sibdi. Ve davamlı üsüp qilish ihtimoli yuqori hisobda. Endi bu uchurni men tushuntirib o'tsam, bu uchur qaragan bo'lsanglar, bu yerda hozir men buni uyg'urchalashtiray. Uyg'urcha. Misal qarasanglar, buning uyg'urchaga ismini bu Google kanaliga tarjima qilib olsanglar, dehqonchilikdan boshqa ish qurilishi debdi. Ya'ni g'ayrizilik ishlab chiqarish kuchi, ishlab chiqarish degan gap, hamda g'ayrizilikga ishlab chiqarish deganga o'xshash gap. Buning bu normalda har oyning birinchi haftasining juma kunisi soat bizning vaqtimiz 2:20 da, 3dan keyin soat 2:20 da, hozirgi vaqtimizda yozlik vaqtda 2:20 da, qishlik vaqtda 1:20 da chiqadi. Shuni asosan sizlar o'zingizlarning mamlakatinglarningki nimasini hesap qilsanglar bo'ldi, yoki bo'lmasa shu ekonomik kalendar deb inglizcha yozib ham Google ga yozsanglar, misol men sizlarga yozib ko'rsatay. Shu inglizcha xatni uzunlam Google ga yozsanglar ham bundaq ekonomik kalendar to'shaq chiqadi. Endi sizlarga ham mening tavsiyalarim qaysi desam, shu investing.com-niki. Misol shuni bakroq tavsiya qilmayman, chunki bu sizlar qaysi davlatda turgan bo'lsangiz, shu davlatningki tilida asos qilib chiqadi bu turbat. Andan keyin adi blogning sababidan hozir nima bo'lib qoldi, bu uyg'urcha. Tamam, buni o'chiratay. Qisqasi shunaqa chiqadi shu. Andan keyin bu uchurning hozir o'ziga qaragan bo'lsak, hozir 2:20 da bu uchurdan sirt, ya'ni g'ayrizilikdan boshqa Amerikaning yana boshqa 3 yulduzliq 3 qonliq uchur chiqibdi. Qaragan bo'lsak, miya shu. Bu ishsizlik nisbati. Aprel, ya'ni 4-oydagi ishsizlik nisbati
Bu nəhayət mühim uçur hesabdan. Çünki iqtisodga qattiq cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Agar ishsizlarning nisbati agar tuvalsa, iqtisod ziyon tortadi davlat. Qancha ishsiz ko'p azaysa, davlatga topshirgan boyji qaygandan keyin davlatning iqtisodi yaxshilanadi. Shuning asosan ma'lum qaragansak, bu Xitoy virusining sababidan oldingi oyda ki qiymati 4,4% to'qamda Amerikadagi ishsizlarning nisbati. Ama bu ayamda Xitoy virusining sababidan jiq odamlar ishsiz qoldi, uyda turib qolgandan keyin shu sababdan tadqiqotchilarningki farzi 16% ga chiqadi deb ekan to'q. Faraz ma o'tirdikse. Sersak mi chiqadi. Oldin ma'lumot, ya'ni oldin mo'ljallar hisobda. Oldin ma'lumot degani qani masalan faraz 16% ga chiqadi deb faraz qilib ekan to'q. Ama bu qiymati 14-7% ga chiqibdi hisobda. Normal, ya'ni mabodan yuqori hisobda. Oldin qatimliq siz nisbatan yuqori chiqibdi yanlar natijasi. Bizni qiziqtirgan nima desa, shu kayinlik sonning navbatdagi qiymatning yeshil bo'lishi yoki qizil bo'lishi. Hammada muhim shu. Hisob qalanlarni bakir jiq ilashtiratmay, bu yerga bir patman sanspirlar bilan. Misol ma'ni dehqonchilikdan boshqa eng muhim uchur qo'y hisobda. Dunyodagi iqtisodga ta'sir ko'rsatgan eng muhim uchurmush shu. Bu uchurning qaragan bo'lsak, bunda Amerika dehqonchilikdan boshqa shaxsiy ish qurilishi deb yo'qdi. Bu uchur hamda men xatosini hech oldimmi? Bu shaxsiy hech olmaman. Xatosini besibman. Mavchur. Meni ochmoqchi o'g'lim. Okey. Hoş oldum mabinasiga. Asla qalsanlar bu yerga tizimlab kirsanglar bo'ldi. Ondan narsa chiqib olmaydi. Hisobda bu nima desa, Amerikaningki eng muhim uchuri anoniki miyada tushuntirilishi va bu uchurningki la adash uyg'urcha tarjima qilar. Hisob ham tarjima qildim. To'g'rimi internet bizdan nachar bo'lib qoldi. Video ishlashdan burun. Shu kompyuterga tez bo'lmasa. Internet pek nachar. Shu sababdan aslo bo'lib qoldi, kechiringlar. Buni birlikda o'qiylik. G'ayri rasmiy maoshlar yezikligidagi maoshlar deb tarjima qilib maoshlar yezikligida xizmatchilar yo'q xizmatchilarning oylik o'zgarishi tasvirlab Amerikaning iqtisodiy ko'rsatkichlaridagi eng muhim va ahamiyatli ko'rsatkich. Ya'ni men boya degandek eng muhim va ahamiyatli bir ko'rsatkich. Bu to'g'ri. Amerika emgak kuchi vaziri doklati har oyning 1-juma kuni, ya'ni bu yerda 1-juma kuni debdi. Men boya dedim har oyning 1-haftasining juma kuni. Dedim. Juma kuni Amerika emgak ministerligi tomonidan e'lon qilingan bo'lib, korxona va oila tekshirishdan iborat ikki tekshirishdan tarkib topgan. Yeziklik sirtidagi xizmatchining ishini shirkat tekshirishidan topqili bo'ldi. Agar xizmatning ishi eshib ketsa, nimadan eshib ketsa. Okey. Mishada xatoliklar chiqibdi men tarjimada. Men buni to'g'rilab tarjima qilay. Agarda demak o'g'ni maqimmat ma'vu nimadan farazdan yuqori bo'lsa, ya'ni maqimmatdan yuqori bo'lsa, iqtisodga yeshil bo'ldi. Ya'ni masalan, eng odatdagidek. Agarda maqimmatdan tuvan bo'lsa, qizil bo'ldi va bu yeshil bo'lsa, iqtisodga foydali, qizil bo'lsa, iqtisodga ziyonli. Amaliyotda miyada asli -22,20 minus
Men aytganingiz men 22 ming deb ko'ryapman. 20 ming gap 20 yarim ming, minus 20 yarim ming degan son albatta plus olsa 20 yarim ming degan son 20 ming 500 degan son 22 mingdan kichik bo'ldi normalda. Buni bilsizlar. Ammo men minus bo'lganligi uchun bu dal aks cho'p, demak men cho'ng bo'ldi. Demak men yeshil rangda ifodalanishning sababi navbatlik qiymati oldin ma'lumot berilgan mana bu farazdan yuqori bo'lganligi uchun shunga iqtisodga foydali va bu dollarning o'sishini keltirib chiqardi. Anonikin agarda bu navbatlik qiymat agarda ma qiymatdan tuvan bo'lgan bo'lsa, u chaqda bu qizil bo'ladi, iqtisodga ziyonli bo'ladi. Amerika dollariga ziyonli bo'ladi hisobda. Xo'sh. Endi demak, hozir gapni yig'ib kelsak, bu Amerika dollariga foydali degan gap. Mana garchi ham ishsizlik nisbati deb miyada qani ammo va ishsizlik nisbati deb bu yaxshi bir uchur bo'lmasmi garchi ham ishsizlik nisbati qancha yuqorilarga shuncha nachar bo'lgan bo'ldi hamda. Lekin ham qanday bo'lsin ma qimmatdan to'g'ri. Ya'ni ma qimmat asli nachar bir qimmat 16% degan gap bu yuqorilar kelsa. Ammo 14 degan gap persent bize tuvaldi, demek iqtisodga foydali degan gap miyada hozir. Persent bo'lganligi uchun bunday qilibdi. Anondan demak, masalan Kanada dollarining qaragan bo'lsak, miyadimi nimalar bor, masalan qatnashish nisbati, ishsizlik nisbati deb uchurlar chiqibdi. 2-3 kunlik miyada bor, masalan uchurlar xizmatdagi o'zgarish deb. Bu uchurlarni o'zinglar tahlil qilib degandek qilib qilsanglar bo'ldi. Gap kelsak, qisqasi ma uchur iqtisodga foydali degan gap. Iqtisodga foydali uchur chiqibdi. Ma uchur. Demak, endi biz buning endi bir foydasini ko'rib baqildik. Qanday bo'ldi? Dollar shu vaqtni o'zida mumkin ko'ngillardagi bayatdan 40 necha nuqta o'sdi. Dollarning Yaponiyaga nisbati. Bu yana davomli uzildi bu inshaalloh. Endi misol mana Kanada dollariga bo'lgan nisbati Amerika dollarining kimyada oshgan bo'lishi mumkin. Misol mana bu saatlik, yarım saatlik grafiklar. Bu o'sish kerak. İnternet yaxshi emas. Bu bozorda çok bir o'zgarish bo'lmadimi? Chunki to'g'ri Kanadaning bayatini ko'rganinglarda Kanada dollarining uchur chiqqan tesh. Uchur chiqqan bo'lgan ekan, demak ikkilisi plus uchurlar bo'lganligi uchun mahraj va surat ikkilisi teng o'sganligi uchun shu bozorda cho'ng bir o'zgarish bo'lmasligi aniq bu. Xo'sh, endi misol Avstraliya dollarininki Amerika dollariga nisbati Amerika dollari normalda o'sdi. Amerika dollari o'sdi degan gap, demak, ma tushish kerak degan gap. 3,5 mana bu yerda 3,5 da yana tushibdi, 30 necha nuqta tushibdi. Xo'sh. Misol men mayada yevroninki Yaponiyaning nisbati vaqti ep qo'g'inim. Bu o'sadi. Xudoga shukr. Chunki buning hech qaysi nimaga emas, dollar bo'lmaganligi uchun bu birisi yevro, yana birisi Yaponiya yeni. Ammo lekin bu ikkilisiga yana ta'sir ko'rsatadi. Boya degandek, chunki Amerika dollari xalqaro bir elim berimda ishlatilgan pul bo'lganligi uchun shunga hamma narsaga ta'sir ko'rsatadi. Va buning boyatin ta'siri, mana foydali ta'sir keldi. Nima bo'ldi desanglar, hozir men yarım saatlik grafik, misol bu degan soat 5, 4, 6 degan sonlar soatlar. Miyala degan 11 degan vaqt, bizning vaqtimiz 10. Shu hisobda deganingizni tong saatdan boshlab toki bayatini tushkicha bo'lgan vaqtda bu qizil chiziqdan o'tamagan miyada bir qarshilik bor. Bu qarshilikdan o'tamay kashvoqcha üstbek past kuchib ketib, qolgan. Shuningdan keyin bu uchur dal nerede chiqdi desanglar, mana yeshil boldaqda mana chiqdi. Bunun vaqti miyada 3,5 deb chiqdi. Mana 15,5 ostida qarasanglar 15,5 deb chiqdi. Shu 15,5 da bu uchur chiqdi va
Xudoga shukr, bana paydalı bo'lib, bu uçurun sebebinden bana qızılsıqdan biroqlan bösüp ötdi ve normalda %90% baza undaq bir miyada bir tal bir nimeden tosaqdan büsüp ötken vaqtda undaq ahir qutuldum ma tosaqdan deplam 101 undaq oldi qarab uçqanda chikatmaydi osmonga ko'tarilmaydi. Faqat bu yerda bir kayniga bir yonidi, kayniga bir yenib, aniki usulga ish bor. Baya mishada bir qatim elishni o'ylashdim, hatta o'sish kelishni. Chunki bu yerda bir break check deb bir nim bor. Agar o'rganishni xohlaganlar bo'lsa, yozib qo'ying menga. Break check pattern, break check pattern. Bunlar yazsanlar. İkisi ayrı yazırsınızlar. Break check. Ne? Hatta oldu mu? Break. Bundak yazmış. Ne? Aslında iyi yazmam yok ya doğru. Break check. Dikende şu internetimizden açar. Break check yani bu şey. Break check tab yazsam, resimni açay. Resimni açsam, bu yerda bir patentning birisi shakllandi. Yani bu resim. Yaxshiroq tushuntiraylikni. Bu belki tutuq kelgan. Mesela tushibdi, miyalarning qutani miyadan büsüp o'tgandan keyin miyada, hani kim miya bir pin bordan birisi chiqdi, hani tushdi. Shunga o'xshash mening miyada hozir bir tushuntirib qo'yayım. Yani bir tane qarşılık vardı. Bunu büsüp ötdi üstüge, annem pastga tushib miyada bir qatim üstüp ötdi bu qarşılıkqa üstüp miyada bir pozitif bir nimadan birisi chiqib qarşılıqning ustida bazani taqidi hisobda. Demek bu bir o'sishning signali. Hozir ham miyadan birla o'sib chiqsa, miyadagi bir qarşılık var. Hayalda qarşılık var, şu qarşılıkda turadi hamda. Keyin qarşılıklar var bazada. Şu baza müşahede etmiş qarşılıkni o'tib ketsa, bu arab oldi qarab mang'dam inshaalloh. Mang'sa hozir o'zida 105 pip 105 nokta paydı var. Şu 366 euro. Ama 6 euro 67 cent swap tünögün bir gün to'g'anlik uchun swap öyleyken şunu bilan 360 euro hozir o'zida payda. Şu inshaalloh bu bundaq mang'sa suratlan meniki birinchi nishonim hozirgidan bir 130 nokta atrofida ustida miya. Mishada 20 set o'tishmaniki 0.4 20 satma. Uçağdama şu tahminen cami payda 750-760 atrofida bo'lishi mumkin. 750-760 dan 20 set o'tma degan. Desem 300 euro payda olsa, andan keyin qolgan qismini, qolgan 20'ni inshaalloh bu D noktada cipher patternda yani shakllanishi mumkin. Cipher pattern shakllanib qolib qolsam, D nuqtasi saqlayman. Hamda albatta qaragan gap yana baza qanday bo'ldi, nishon qarab qanday mang'di, shuni qasdan keyin satma va agarda bu D nuqtasi kelsa, D nuqtada tushish qolmaydigan gap. Bunu hesapta bayağı degandek tünögün kunda ağantım tünögün hesapta en tüven noktada yedek aldım. Onu aldığındaki mat tüven noktada ben eliştim burun düşken hesapta yani 8 noktada tüvende 7-8 nokta tüven noktası var 10 noktadaki nokta. Ama bu benim ağan vaktimden başlayıp bu aslında minus desimi diyor baza yaxşı kurduğum bir şekildeki bir pozisyon bo'ldi bu elishim qilamkin plus qarab mang'an hech qanday stop plus tanishab o'tirishimning majdim qolmagan albatta lekin taxminan 53 nuqta stop tanishidim niyaga shu hamda hozir bazam shunaq hisobda bayatdan bu iqtisod uchur qarasanglar hozir men baza va nihoyat foydasi bo'ladi
Manga nisbatan foydasi bo'ldi qisqasi mana bu qarshilikni buzishiga foydasi bo'ldi. Chunki men qarshilik buzolmagan bo'lsa, o'chog'i bu to'van qarab mang'atdi. Balkim stok setilishi mumkin-di. Ya balkim joyiga setishi mumkin-di. Chiqib ancha yaxshi bir uchur chiqmaydi vaqti kelganda. Lekin mana shu bozorning mana shu uchurning sababidan bu yerdan bir qadam buzib o'tdi va men aytganimda oldidagi ushaq qarshiliklarni albatta buzib o'talaydi bu. O'zsam keldi inshaalloh. Shu hisobda bugungi darslikda hamda asosiy so'zlamoqchi bo'lganim shu iqtisodiy uchurlarni. To'g'ri, yana bir boshqa bir narsa unutibman. Bu uchurdan boshqa misol misol bu bozorda eng kuchli uchur yanlam mushtur shu. Ya'ni g'ayriyezilik uchuri. G'ayriyezilik ishlab chiqarish uchuri degan uchur. Ama lekin buningdan boshqa lekin har qaysi davlatlar va har qaysi birliklarningki misol Yevropa birligi degandeklarningki banklarningki üsün tengshash, üsün nisbatan tengshash uchurlari bor. Bularning vaqti aniq. Ana bu yerda chiqib turdi bu. Keyin qatimliq vaqti mana bu 6-4 misol Yevropa bankisi, 6-10 Amerikaning, 6-18 Angliya, uningki 6-18 yana Shvetsariya, 6-2 kuni Avstraliya, 6-3 Kanada, 5-10 Yangi Zelandiya, 6-16 Yaponiya, Mavu Central Bank Russia, yani Mavu Rusya'nın ucunken Rusya'nın bankisi, ananınkin Mavu India'nın bankisi, Hindistan, Mavu Xitay'nın Xalq bankisi atalmış, ana Mavu Braziliya banka diyendek. Ama şu banklar özündeki üstün nispetlerini bu şu çeşitlerle tanışaydı ve ağzının üzdeki nispetleri mala oturdıkları şu. Bunu misal tepsili kömek olsanlar yani bassanlar bu betler açıldı keyinki bette ama internet bizden açarıp kalmak için şu an tor betlerinin açılışı bize asla açılıp atıyordu. Of, çok sırıktım yapmadım. Köyün olarak neden merkezi banklar, dünyadaki merkezi banklar da Avrupa Merkezi Bankası. En ahir qatımlıq özgərtiş qaçan bolğan desa, hazırqısı 0% qoy. 2016-cı il 10-3 yakum 3-16 çünki mana çünki Uyg'urcha tarjima qilish jarayonida bir xil 3-10 ekan buni. X bas qo'ydik çünki Uyg'urchadan. Şu Muşnaq uçurlar bor. Bu uçurlar mayli o'zgarsin, o'zgarmasin. Bu hatta mesela Yevro'nun ki Avrupa Bankası'nın uçuru keyin qatimda yani 0% o'qib qolsimi mana bu o'sim ko'rsatkichi yana o'xshash yana bozor X-Pass bo'laverdi. Yevroning sababidan boshqa pullar midraydi, yevro midraydi, asosiy xo'p yevro midraydi. Ana mana Amerikaning mana Federativ bankininki mana uchuriga bu o'sim chiqsa, u chaqda butun dunyoga pulning hammasi midraydi. Degandek xilma-xil gaplar. Misal bayatinqi nimaga qaragan bo'lsak, bayatinqi uchurdan keyin amaliyotda dedim-ku nima dollarga foydali bo'ldi deb. Dollarga foydali degan gap nima degan gap desanglar? Butun pullar ziyonli amaliyotda. Misal dollar o'ssa oltinning bahası tushishi kerak, neftning bahası tushishi kerak, yevroning bahası tushishi kerak. Bütün pullarning bahası normal ahvolda asli tushishi kerak asli. Ama lekin mening pulim hozir yevroningki Yaponiyaning nisbatan nemish o'sakit bordi desa, bu çünkü bu ish qaysi bir dollar bo'lganligi uchun buniki birisi yevro, ham birisi Yaponiya yeni. Shunga bular bo'lgan ta'sir albatta bo'ldi, lekin bu yerda dollarning qaysi pulga bo'lgan ta'siri kuchli bo'lsa, shu vaqtning o'zidagi shuni qarab mang'du bozor. Ya'ni bu yerda hozir bu o'sdi deganda nimani ifodalaymi, nimani tushuntirdi desa,
Yevro dollar yevroning Yaponiya yeni degan gapni bunda tushunsanlar bo'lmaydi. Yevro deb ustiga yozsam mahraj suratga yevro va mahrajga Japanese yen deb yozganmizlar. Yozsanglar demak agarda mana bu misol hozir mana bozorningki bahasi bizning vaqtimiz 2:30 dan keyin yana uchur chiqqandan boshlab üstü qarab mangdi-ku, üstü qarab mangdi degan gap nima desa, bu yerda yo yevro o'sdi degan gap, yo yevro o'sib ketdi degan gap. Uchuning sababidan yoki bo'lmasa, uchuning sababidan Yaponiya yenining qiymati tuvaladi degan gap. O'nba hisobda, ikkisidan birisi hisobda. Chunki surat cho'ngaysimi, qimmat cho'ngaydi. Yoki surat midirmay mahraj cho'ngaysi, mahraj kichiklisimi, qimmat yanlam cho'ngaydi. Shu sababdan demak, ikki sababdan birisi bo'lishi mumkin. Buni men aniq qilib ketmayman, hamda ishqab hamda bu yerda gap dollarning gapi bo'lganligi uchun dollar ikkisidan birisiga cho'ngroq ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin bu ikkisining ta'siri ekan, shuning asosan bu gap bo'ldi ekan. Hisobda oxirgi gapni yig'ib aytganda mening foydam bo'lib mangdi bu. Shunga shukr. Misol oltinning bahosini ko'rib boqaylik. Oltinning bahosi nerdan ketib bordi? Mana oltinning bahosi va mana oltinning yarim soatlik grafikini ko'rila boshda. Soat 15:30. Mana 15:30 da miyaga 11 dollar tushib qo'ying. Xili tushdim yadimga emas. Mana bundan sizay. Mana bir şey şu amaliyotda ma qizilni chizmoqchiman hozir, lekin men yeniq chizmasam ko'ramaman aniq. Ama mana 13,5 dollar tushib, 13,5 dollar degan hali cho'ng bir san u. Ya'ni 13,5 dollar bir sar oltinning bahosi mayalkisi hozir 1713 dollar degan bu bir sar oltinning bahosi. Bir sar oltin degan nima desanglar? Bir ons deydi. Gold in gram. Bu isimni qolgan bo'lsa 31 gram 3034 deymiz deyapsan. Shunaq 1 gram. Bir sar shunaq 1 gram bo'ldi hisobda. 31 butun 1030 shunaq 1 gram bo'ldi. Mana. Bir sar oltin 31,1034 gram bo'ldi ekan. Shu hisobda meyadiki mavi bozordagi ma grafik tug'an ma baha hisob bir sar oltinning bahosi. Misol biz hisoblab bakmoqchi bo'lsak, oltinningki 1 grami qancha dollar tushdi deganda, bayat 13,5 dollar degan to'q. 13,5 dollarni bölümen 31 çeket 1034 desek oltinning bahosi taxminan 43 sent tushibdi. Şunun sababidan her bir gramning bahosi 43 sent. Taxminan 20 dollarga yaqin tushibdi. Va bu tushishlar davomlashadi aniqlangan. Bu chunki men uchur chiqiblamki yarim soat Tenkin nimasi kuchini yo'qotgan uchur emas bu. Chunki bu uchur faqat oshkorlandi, shu vaqtning o'zida midirdi baza, ammo lekin yana bu iqtisodchiq ta'siri va bu uchurningki egiz pas qildi bazani. Shu sababdan nim qilib iqtisod bazaga cho'ng ta'siri var va shuning sababidan lekin baza cho'ng midiraydi. Yana oldimizda gaplar hatto shu oyning oxirigacha degandek cho'ng o'zgarishlar. Misol men xabar qaragan bo'lsak, bayatdan qilma ishsizlik uchurningki nimasini ko'rdik bu yerda. Ishsizlik nisbati 14%, 14,7 degan.
Mana şu Amerika'nın issiqlik nisbati 2000 urushdan bu yanqi eng yuqori chekda hisobda. 48-yildan bu yanqi eng yuqori issiqlik nisbati yani oltin bas tüvəllədi depdi. Yani bu yer degini bir qatımlıqla tüvəllab qo'yish emas. Rasmiy tüvəllaydi bu. Yani davamlı düşüş mümkün. Altının bazı neft təhlilçiler dadil neft bazı mölçerini hayran kaldırdı. Aqs neftin bazı düşüdü. Bu normal bir qanuniyat bu. Şunun bilan bu iqtisod uçurlar bilan yani boshqa bir uçurnama deb biray. Misol urushimiz qanday bo'ldi deganda, misol bu endi urushildi deb kalendarning ustida urushning vaqti yo'q-ku, normalda urushni yozib qo'ymaydi. Ama misal bir yerga bomba tushib, misal Yahudilar, misal Isroiliya Falastinga bomba tashlasa, yoki bo'lmasa Amerika Xitoyga bombardimon qilib Xitoyni vayron qilsa degandek, shunaqa bir ushtumtut bo'lgan shunaqa bir uchurlar chiqsa, bu bozorga qanday ta'sir ko'rsatadi deganni bilish uchun qanday bo'ldi desanglar, urush degan gap, urush qilish uchun dollarni ishlatish kerak. Ve bununla benzin satılış gerek, may, yani tankga, bununla hemmisiga benzin ketidi. Yani energiya manbasi yoga ihtiyoc nəhayət yuqur götürüldü ve dollar nəhayət köp işletilib. Dollar köp işletildiğine bazar demek, dollar bazarga nəhayət jiq dollar kirdi bazarga, unda olgan ekan bazardagi dollarning miqdori ko'paygan ekan dollarning bahosi tushdi. Annikin neftni jiq oldi dedim bu, neftni jiq olmaydi deb hamma odam neft olmaydi degan bo'lgan ekan xalqlar, davlatlar, cho'ng davlatlar. Shuning bilan neftga ehtiyoj yuqorilaydi. Ehtiyoj yuqorilangan keyin shunga neftning bahosi o'sib olgan gap ekan. Shunga neftning bahosi o'sdi, dollarning bahosi tushdi. Buning sababidan dollarning bahosi tushgan bo'lganligi uchun neftning bahosi o'sdi, anan keyin oltinning bahosi o'sdi anan keyin tanglamkin. Demak, neftning bahosinin o'sishi oltinning bahosinin tushishini, dollarning bahosinin tushishini keltirib chiqadi va o'xshash tang nim bilan oltinning bahosinin o'sishini keltirib chiqadi degan. Buning o'xshagan yevroningki, buning butun dollarga qarshi bo'lgan pullarning hammasining o'sishiga sababchi bo'lib qoldi bu yerda. Tabiiylam sabab bo'lib qoldi. Hisobda shu bu iqtisodiy uchurlarninki mushunaq qilqi bozor bo'lgan ta'siri mushunaq hisobda. Shuningda qaragan bo'lsanglar, misol bu yerda hozir men nimani qatmoqman neftni agar uchrab qolib qolsam, bu yerda bir yerdan neftni qatay. Yani neft nishoni bir yerda bor. Neftni nim qassak agarda neftdan Şu deymi. Şu may şu hesapda. Neftning bahosi tushdi normal. Nima? Agar oltinning bahosi tushsa, neftning bahosi ham tushdi. Shuni o'xshash bilan misol bayatin azroq midroq qo'yibdi neftning bahosini. Shu deyman neft. 15-20 ama graf şu kema 15-20'de bir üstü çıkıp düşüptü. Çoğun bir nima bo'lib ketmabdi, lekin chiqib shunaq neftning bahosi oltinning bahosi bilan o'ng tanasib tushdi. Balki shu mumkin neftning bahosi. Men bak aniq ketmayman. Chunki normal neftni bak tahlil qilib neftning so'lsini qilmayman normalda. Şu Qısqasi şu demoqchi o'g'lim, xil iqtisodiy uchurlar bor. Bu iqtisodiy uchurlar bozorga o'sha ta'sir ko'rsatadi. Shunga sizlar shu so'zni qo'rqqanlar, shunga bo'lgan mushtatda tayyorlikda bo'lishinglar kerak. Chunki masalan burun necha yil burun shunaqa iqtisodiy uchurlar chiqdi ekan desa, olgan narsam setib tutam darhol. Jiddilish ketdim qisqasi. Jiddilish qo'rqib baran turdim. Qachon stop setilib ketib qoladi debchi. Chunki unday ishlar bo'lgan. Olgan ekan shu qo'rqib ketdim. Hozir ham u qadar ham qo'rqib ketmayman. Chunki
barbaram o'zammanlıqı bazarni tahlil qilish nimam saviyam yuqori ko'tarildi shunga asosan ekan o'zimga ishonchim ko'tarib o'rildi ishonchim shakllanadi shu sababdan ekan shunaqa bo'ldi sizlarni ham o'zinglar faqat tirishsanglar vaqtni o'tishib bu bozordagi shu iqtisodchilarni kontrol qiladigan bo'lsalar hisobda o'zinglarni kontrol qiladigan bo'lsalar bu iqtisodchilar orqali qo'rqmaydigan bo'lishinglarni umid qilman shunga asosiy qusurlar shular shu bugungi darsimiz tugdi hammalarniki ko'ngil qo'yib rahmat allohga omonat keyin qatim dars ko'rishaylik